Assalomu alaykum aziz do'stlar, xayrli kun do'stlar. Menga pochtadan zo'r narsalar kelgan. Hozir men sizlarga ochib ko'rsatib beraman. Do'stlar, Agrabes firmaga suspenziyalar zakaz qilgandim. Kelibdi. Shunaqa suspenziyalar upakovkada kelishadi har bir viloyatga. Do'stlar, mana Umesol suspenziyalari. Bu nimaga ishlatilishini hozir sizlarga polniy obzor qilib beraman. Agrabes kompaniyasidan. Agrabes kompaniyasiga minnatdorchilik bildiraman. Albatta suspenziyalari bilan o'zini bosh kiyim kepkalarini jo'natishdi. Rahmat. Bu suspenziya juda ham oltinga qimmat do'stlar. Buni nimaga kerakligini hozir men sizlarga bafurchasiga tushuntiraman. Do'stlar, suspenziyalar nimaga ishlaydi? Bu Umesol suspenziyasi Agrabes firmasi tomonidan tavsiya qilingan. Bu suspenziya inshaalloh yaqin kunlarda men dalamga bug'doy ekish jarayonini boshlayman. Bug'doy ekishdan oldin обязательно bug'doy urug'larimni stimulyatorlab olaman. Stimulyatorlash nimaga kerak degan savollaringizga, bug'doy tez unib chiqishi, tez yorishi, avji tez olishi, yerdan sog'lom chiqishi, urug'lar poteriya bo'lmasligiga ishlaydi. Va o'shani kafolatini imенно stimulyatorlar kafolatlab beradi. Sizni hosilingizni tezroq avjini va yaxshi hosillar olish, 80-100 sentner bug'doy olish albatta birinchi ish jarayoningizni akkuratniy, ya'ni bug'doy urug'ingizni stimulyatorlashdan boshlanadi. Shundagina siz yuqori don hosiliga erishishingiz mumkin. Buning uchun обязательно mana shunday stimulyatorlardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Aziz do'stlar, hozirda Instagramda ko'proq kontentlar joylayapman. Instagramga o'tib fermerka Danosha deb poysk bersalaringiz kelib chiqadi. Sizlarni kutib qolaman.